O'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Voy do'stlar, qanday tarix yozildi. Bu futbolchilar boshqacha futbolchilar. Osiyoda mana shunday g'alaba qozonishdi. 9 futbolchi bo'lib, bitta taym o'tkazishdi. 2 ta gol urishdi do'stlar. Ha, haqiqatan ham tarixiy g'alaba. Buni hali ko'p tahlil qilinadi. Bu final ko'p o'rganib chiqiladi va bu bilasizmi, Orif, bitta narsa, mana bunday xarakter bu qon-qonimizga singib ketadi hali. Hech qachon taslim. Toifda, Saudiya Arabistonida mezbonni bunday ssenariy bilan hozir saudiyaliklar ham qarsak chalayotgan bo'lishi kerak agar haqiqiy chin muxlislar bo'lsa. Aytmoqchiyim, saudiyaliklar agar olqishlar bilan bizni qarshi olishsa, o'sha chiqayotganim sharaf nimani anglatadi? Alhamdulillah deymiz aka. Qizildan keyin ham biz to'xtab qolmadik aka. Biz vatanimiz uchun ashdik oxirgacha. Mana kelgan muxlislar bilan aka. Sinirlarimiz shuncha mehnat qilyapti. Hammasini oqlash. Ne'matulloh Rustamjon. bu ancha qutqardi bizni. Oxirgi epizodni ayting. Oxirgi epizodni to'pni olgandan keyin. Qoshni qoqqanini ayting. Dahshatli. Ketdi. Ne'matulloh. Samoa qarang. Hatto bugun 6-chisini ham urishi mumkin edi. Shunday. Darvozabon qaytarib qoldi-da. Tabriklaymiz Asalbekni. Olqishlab kuzatyapsiz, ishonaman bu kuzat majbur. Hammasi bular, hammasi Kayfiyat a'lo. ajoyib jamoa. Sadriddin Hassanov. Eng muhimi, bir-birini o'zaro hurmat. Ajoyib. Hammasini o'z o'rniga qo'yapti yigitlar. Mana, ular ham kulyapti, ular ham tushunyapti, mana. Ba'zilar. Ular Osiyo sharafini ham Muhammad Hakimov, Mo'minxon Bahodirxonov, Miraziz Abdukarimov, Sadriddin katta-yu kichik kim bo'lsin, sharoit yaratgan, imkon bergan, maydonda yugurgan, maydon chetida bo'lgan barcha Bahodirxonov sardorimiz taxti medalni, kubok shu yerda va hozir tarixiy finaldan esdalik. O'yin ortda qoldi. Yakunlash kelmayapti. Bizga allaqachon tugatish kerakligiga ishora qilishyapti, lekin biz tark etimiz kelmayapti.